O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Surxondaryo viloyati kengashining 3-qo'shma plenumi bo'lib o'tdi. Unda partiyaning o'tgan 1 yillik faoliyati sarhisob qilinib, erishilgan natijalar tahlil etildi. Shu bilan birga mavjud muammolar ochiq muhokama qilinib, istiqboldagi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Termiz shahrida tashkil etilgan yig'ilishda Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi raisining partiya faoliyati bo'yicha 1 yillik hisoboti tinglandi. Unda partiya tomonidan ilgari surilayotgan tashabbus va dasturlarni keng jamoatchilikka yetkazish, aholi bilan muloqotni kuchaytirish borasida yil davomida salmoqli ishlar amalga oshirilgani ta'kidlandi. Shu bilan birga ayrim hududlarda partiya faolligini yanada kuchaytirish zarurligiga e'tibor qaratildi. Xususan, deputatlarning ommaviy axborot vositalaridagi ishtiroki barqaror emasligi tanqid ostiga olindi va bu boradagi aniq vazifalar belgilandi. Muammolar bo'yicha tegishli chora-takliflar berildi va 2026-yil bajarilishi kerak bo'lgan ishlar yuzasidan bir ovozdan yakdillik bilan rejalar belgilab olindi. Plenumda fuqarolar murojaatlari bilan ishlash masalasi ham muhokama qilindi. O'tgan 2025-yil davomida kelib tushgan 222 ta murojaatning 46 tasi ijobiy hal etilgani, 108 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirish berilgani va qolgan 68 tasi esa tegishli tashkilotlarga yo'naltirilgani ma'lum qilindi. Ta'kidlandiki, mazkur ko'rsatkichlar muayyan natijalarni namoyon etsa-da, bu yo'nalishda ish samaradorligini yanada oshirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Hurmatli prezidentimiz oxirgi yig'ilishlarida murojaatlar to'g'risida alohida to'xtaldi. Bu qolaversa milliy tiklanishni qadriyatlari va g'oyalari, maqsad va vazifalarga ham to'g'ri keladi. Agar har birimiz bir kunda so'zimiz bilan, yo'nalishimiz bilan yoki o'zimizning yordamimiz bilan bitta fuqaroga, bitta saylovchiga yordamimiz tegsa, eng katta ish qilgan bo'lamiz. Yig'ilish davomida partiya safini kengaytirish borasida ham ijobiy natijalar kuzatilgani aytib o'tildi. Xususan, partiya a'zolari soni 50 ming nafardan oshgani, boshlang'ich partiya tashkilotlari soni esa 779 taga yetgani qayd etildi. Shuningdek, ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etib kelayotgan bir qator fuqarolarga partiyaga a'zolik guvohnomalari tantanali ravishda topshirildi. Men Milliy tiklanish demokratik partiyasi tashkil qilgan ommaviy diktant tanlovida faxrli o'rinlarni oldim. O'zbek tilini yuksaltirish mavzusida diktant yozgan edim. Yozgan diktantim hakamlar hay'ati tomonidan yuksak baholandi va men bundan juda ham xursandman. Bugun bizga a'zolik guvohnomalari topshirildi. Men bundan juda ham xursandman va Milliy tiklanish demokratik partiyasining keyingi tadbirlarda ham faol ishtirok etishga harakat qilaman. Bundan keyingi faoliyatimda ham Milliy tiklanish demokratik partiyasi bilan yuksalishni maqsad qilib qo'ydim. Men Milliy tiklanish partiyasining ommaviy diktant loyihasida ishtirok etishga muvaffaq bo'ldim va 3-o'rinni egalladim. Bugun esa Milliy tiklanish partiyasining a'zoligini qo'lga kiritdim. Milliy tiklanish partiyasi bilan kelajagimni yanada yuksaltirmoqchiman. Plenum yakunida partiya faoliyati sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilab olindi.